Assalomu alaykum. Men Umirova Sevin Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman va mening bugun o'tadigan mavzuyim shaxs qobiliyati, iqtidorining pedagogik psixologik tarkibiy tuzilmasi va uning o'ziga xos jihatlari. Mavzuyim 3 darajaga bo'lingan va birinchi reja qobiliyatning mazmuni va mohiyati, ikkinchisi esa pedagogik qobiliyatning asosiy tarkibiy sifatlari va xususiyatlar. Uchinchi rejamiz shaxsda qobiliyat rivojlanishining asosiy omillari. Qobiliyat kishining shunday psixologik xususiyatidirki, u bilim, ko'nikma va malakalarning ortishiga sababchi bo'ladi. Qobiliyat kishining o'ziga xos jihatini ko'rsatib beruvchi xususiyat bo'lib, qobiliyatga ega ekanligini anglagan inson uni rivojlantirish uchun doimiy harakatda bo'lib turishi zarur. Psixologiyada qobiliyatni miqdor jihatdan o'lchash muammosi katta tarixga ega. 19-20 asrda bir qator burjua olimlari Gettel, Termin, Sperman va boshqalar shu qobiliyatni miqdorini o'lchash bo'yicha bir necha bor tajribalar o'tkazib ko'rishadi va bir necha qarashlarni ilgari suradi. Ammo ularning bu qarashlari hukmdorlarning manfaatiga ishlaydi va hukmdorlarning qobiliyatli ekanligini ta'kidlab berishga xizmat qiladi. Qobiliyatni o'lchash usuli sifatida aqliy iste'dod testlaridan foydalangan, ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglarning doimiy o'z ustida ishlab borishi hozirgi kunning zamon talabi hisoblanadi. Pedagogikada o'qituvchining qobiliyatlarini cheklangan turlari yo'q. Ya'ni pedagogikada shu qobiliyat turlari fanning, jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib o'zgarib turishi mumkin. Falsafada qobiliyat uzoq vaqtgacha o'zgarmas irsiyat, nasldan naslga o'tib keluvchi jarayon sifatida talqin etilgan. Olimlarning uzoq yillar olib borgan tadqiqotlariga ko'ra, qobiliyat asosiy sifatlar bilan ajratib ko'rsatilgan. Ulardan birinchisi o'z kasbiga muhabbat, o'quvchilarni seva olishi, ikkinchisi mutaxassislik fanini mukammal bilishi va unga qiziqishi, uchinchisi pedagogik taktga, ya'ni odob va go'zallikka ega bo'lishi, to'rtinchisi esa bolalar jamoasiga singib keta olishi, beshinchisi o'z mehnatiga ijodiy yondashishi, oltinchisi javobgarlikni his etishi hamda yettinchisi tarbiyaviy bilimlarni egallashidir. Qobiliyatning asosiy omillari ulardan birinchisi, ya'ni barcha insonlarni qobiliyati mavjud ekanligi va lekin ularni rivojlantiruvchi shaxs yoki uning atrofidagilar uni rivojlanishiga turtki bermayotganligi, ya'ni uning rivojlanmay qolishi hisoblansa, uning yana bir omili aniqlangan qobiliyat turi va muntazam rivojlantiruvchi mashg'ulotlarda bo'lish aynan bu aniqlangan qobiliyat turi bilan shug'ullanishni talab qiladi.